Muhtasham 100 yil serialidagi eng katta gonorar kimga tegishli bo'lgani ma'lum bo'ldi. 2011-yilda ekranlarga chiqqan Muhtasham 100 yil seriali Turkiya tarixidagi eng mashhur loyihalardan biriga aylangan. Serial katta muvaffaqiyat qozongan bo'lsa-da, ko'plab tanqidlarga ham uchragan. Hatto Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an ham serialni tarixiy voqealarni noto'g'ri ko'rsatgani uchun tanqid qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, loyiha bo'yicha ommaviy axborot vositalariga qariyb 70 mingta shikoyat yuborilgan. Tomoshabinlarning fikricha, serialda Usmoniylar tarixi buzib talqin qilingan. Ammo serial haqidagi eng qiziq ma'lumotlardan biri aktyorlarning gonorari bo'ldi. Sulton Sulaymon obrazini ijro etgan Xalit Ergench serialdagi eng yuqori haq olgan aktyor hisoblanadi. U har bir qism uchun 30 ming dollar gonorar olgan. Mohid Davron Sulton rolini o'ynagan Nur Fettahoğlu esa bir seriya uchun 14 ming dollar ishlab topgan. Yana bir qiziq jihati, 139 qism davom etgan serialning boshidan oxirigacha faqat 4 aktyor qatnashgan. Sulton Sulaymon, Sumbul og'a, Mohid Davron Sulton, Gulfem xotun. Oradan yillar o'tgan bo'lsa ham Muhtasham 100 yil hanuz eng mashhur va eng ko'p muhokama qilinadigan seriallardan biri bo'lib qolmoqda. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun Toshkentliklar 24 kanaliga obuna bo'ling.